Qadrdonlar, assalomu alaykum. Avvalambor kanalimizga obunachilari. Yana biz quvonamiz. Bu yil dehqonlarimiz ozgina ko'paygan, ko'chatlarimiz. Shuning uchun narxlari juda ham arzon bo'lib ketdi. Boshqa viloyatlarga qaraganda. Narx-navolarni to'liq nima deydi? Tanishtiramiz. Qarang, mana shu qo'limdagi ko'chatimiz eng balandsi 2 metr. Necha pul deb o'ylaysizlar? Bitta taxmin qilinglar. Mana. Juda ham chiroyli, a'lo, tomirlari hali qurimagan, tanasida suvi bor. Haligi kimdirlar aytishi mumkin qurib qolgan deb. Mana suvi bor, ko'klab turibdi jigarlar. Mana shu endi Xudoning o'zi kechasam bitta teragiga sindirib yubordik. Mana shu terak ko'chatimiz 500 so'm. 500 so'm. To'g'ri eshitdilaring? Nima deymiz endi? 5000 so'mlik olsangiz ham 100 ta beradigan joyi, xudo xolasa. 10 ta beradigan joyi. 500 ehson ham bor, xudo xolasa. Biz yana bog'idamiz, xudo xolasa. Akalar, ukalar bittadan like bossalar. Ko'chatlari zo'ridan mana. Haqiqiy professional akalarimizni suhbatga olamiz. Assalomu alaykum aka, hormat. Assalomu alaykum. Kerak aka. Rahmatli. Charchamasdan, tinchimsiz, tani joyi sog'mi, olasizlarmi? Rahmat aka. Mana mashallah. Akamizni o'tgan safar ham internet tarmog'iga chiqargan. U safar 1000 so'm degan. Bu akamiz aytdi, zo'r sotildi. Har dollar yaxshi bo'ldi. Endi bu safar yana ro'za Ramazon oyi kirib kelganligi uchun xalqimiz bir mazza qilsin, hoji onalarda hoji otalar bir duosini olaylik. 500 so'm duoring dedi. Xudo xolasa 500 so'mlik ko'chatlarni makoniga yetib keldik aka. Allohning izniyle bismillah deb eksa, xudo xolasa zo'r ko'klaydi. Mashallah. Biroq ko'klamay qolsa, Mana 500 so'mdan mana 4000 so'mgacha. Tushunarli. shuni olib borib ekib beramiz. Hech qanaqa pul so'ramaymiz, xudo xolasa. Hammasi. Qarang aka, bitta savol. Bir 1000 ta olaman deylik, 1000 ta. Nechta ehsonga o'tib berasiz? Ro'za Ramazon oyini bir hurmatidan. Ya bu 1000 ta olsa. 25 ta 30 ta har bitta nimasiga. Qancha beraverasiz, ha? Qancha beraveramiz. Mana deysiz akalar, ukalar. O'ta maydasi bor. Bizga dehqonchilik, xudo xolasa chiroyli qilib bu bonus qilib tashlab beriladi. Zo'r. Yo'q. Aka, hozir qo'lingizdagi 2 metrlik. Misol 2 metr, 2,5 metr. Mana shularimiz 500 so'm. 500 so'm. Mana bunisi endi 5-6 metr bo'lib ketibdi-a bu. 4000 desam bo'ladimi endi 5000 6000 demay. Aka, endi bizga qancha arzon qo'ysangiz shuncha yaxshi. Bitta narsa. Bo'lsa xalqimizga bo'lsa, bir xalqimiz mazza qilsin. 5 metr. Otangga rahmat deydigan so'zni eshitadigan qilib. 5 metr bo'lsa, xullas oldin metri 1000 so'm sotilgan. Ha. 1,5 metrga 1000 so'm, yarim metr bonus. Zo'r. Yarim metr bonus. Akaga bering endi mikrofonni. Aytaylik, mana shu Baland gapiravering. aytaylik, mana shu misol 6 metr bo'lsa, Aha. 4000 beraveradi. Zo'r. O'zi nimada odatda katta bo'lgan sari nima bo'lib ketadi? Narx qo'shiladi. Narx qo'shiladi. To'g'ri. Bir nimasi 1 metr, 2 metrlar arzon bo'lib, kattasi xil bo'ladi. Hozir Mana mashina misol 1,5 metrmi, 1 metrlikka pul beraveradi. Misol odatda 1,5 metrda 1000 so'm bo'lsa, mana 1,5 metrga 1000 so'm beraveradi. 2,5 metrmi 2000 so'm beraveradi. 3,5 metrmi 3000 so'm beraveradi. Bitta 4,5 metrmi 4000 so'm beraveradi. Yarim metr bonus. Bitta narsa qilaylik. Misol 500 so'mdan boshlab necha pulgacha ko'chatlarimiz bor? Hozir. Mana shu joyimiz. Bu 500 so'mdan kichkinasini bepul beramiz. Ha, mana ular hozir bepulga berib yuboryapsizmi endi? Kichkinalarni bepul qilib beramiz. Zo'r akalar, mana shu gap. Hoji onalar, hoji otalar duo qilib Alloh rozi bo'lsin. Akalarimiz mehnatga bittadan like bosib qo'yinglar. Qachon bu katta bo'ladi deb yurishmasin. Haqiqiy Mana tomirlar chiqyapti. Mhm. 1 yil, 2 yilda nimasi katta bo'lib ketadi. 3-4 yilda o'sha bir nimaga muyum qilib ishlasa Yetib bo'ladi. oladida, baribir. Ha, mana qolganlarga. Ha, Hozir bu yetib yerda oladi. Qizig'i aka, nimaga mana- kichkina? Sababi haligi zich ekilganligi uchun kichkina bo'lib qolgan. To'g'rimi Aka, aka? tomiri bunday ikkita bo'ladi, ko'p dehqonlar olib borib ekib oladi. Tomiri chiqqungacha ham hali ko'klash, sekinlashyapti bu deydi. Buni tolalarigacha chiqqan. Maxsus texnikalarimiz mana kelib ko'chiryapti. Buni qo'lda ko'chirmayapmiz, mana texnikada ko'chiryapmiz. Tolalarigacha chiqyapti mana aka. Xudo xolasa. Bismillah deb eksa 100 ga 100 so'klaydi. Avvalo Bu hozir navi qanaqa endi? Mana shu Kaliforniya Kaliforniya. Kaliforniyaning sarig'ida. Bag'i ko'kterak. Ko'kterak. Ko'kteraklarimiz qanaqa endi? Aka, bu ko'kteraklarimiz ham bormi bu bonus skikalar? Mana hozir qadrdonlar bu tomondan olib berishga harakat qilamiz. Haqiqiy bog'iga kelganmiz. Bittadan like bosib qo'yinglar. Yo'l yaqasida yoki misol olib sotar joydan emas. Akalarimiz o'zi mehnat qilib o'sha bir necha yil dori-darmonni solib o'sha parvarishlab mana voyaga yetkazgan ko'chatlarni bog'da turibmiz. Bu ham tayyor ekan-a? Ko'kterak bular. Bu hozir olib borib to'kiladi. Bir soat so'kkani chiqib ketishdi. Tushunadi. Endi ana ikkinchi reysga ana bolalar o'tadi, darada yuklab beramiz. Mana ketishyapti qadrdonlar. Mana. Mashalloh. Manzilimiz bitta aytaylik endi o'ziz chiroyli qilib. Quva tumani, Aha. Bejat qishlog'i. Qarang aka, hozir yo'ldan ham bitta olaylik bo'lmasam, ha? Mayli, Hali yo'lda o'pshi ko'rinib turganini, ha? To'kayotgan jarayonida olsak, bitta olaylik.
Videolarga bittadan like deb bosinglar. Sizlarga hozir saralarim. Hozir bu yerda misol bitta narsaga e'tibor beringlar. 1 metrdan boshlab 6 metrgacha bo'lgan ko'chatlarni optim mana bog'lanib chekkaga chiqarilyapti. Hozir bu akamizni shu Mana yo'l Jizzaxga qasidagi ketyapti, uni Labo'yda mana hozir Jizzaxga dastlabki ketyapti. qilyapmiz. Labo'yda chiqib ketyapti. Dastlabkasini bepul kelishilgan holatda mulosa qilamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Ha, yo'l yoqasidan olamiz. Buni sababini aytaman. Ajratilgan. Misol 1 O'sha metrlik maydalari, mana ajratilgan. maydalari bonus qilib beramiz. Rahmat. Ha, 1,5 metrliklarda misol 1000 to'yganga 50 tagacha qo'shib beraveramiz. Yaraydi. Murosa qilamiz. 1 metrligi, 2 metrligi. Biroq- Narxi misol 500 so'mdan 3000, 4000 so'mgacha alohida bo'lgan joyga xudo xolasa yo'lga boramiz, ha? Biroq ko'chlamay qolsa, keyingi yilga borib chiroq qilib aytib berib kelamiz. Yashang, yashang. To'yni Ketdik. hali nima qilmasin, ro'za Ramazon kuni g'ash qilmaydi. Xudo xolasa, xursand bo'lamiz. Bo'lmasam sotuv joyga boramiz, ketdik. Xo'sh, xaridorlar mana akamizni o'sha yo'l yoqasidagi do'koni. Mana akamiz xudo xolasa ko'myapti, Xormayaga. Salomat bo'linglar. Kelyapsizlarmi akalar? Mana shular necha pul beryapsiz endi? Mana shu aka birinchi sorti. Aha. Birinchi sorti 3000 olish oqolsin. Zo'r. 3000 olish olsin. Kim qancha sotsa sotsin, bizga dehqonchilik. Yashang, Mana Alloh. magazinimiz bor, shu ukamizga do'koni bor, mana ustaxonalari bor. Bizga dehqonchilik mana. Tushunarli. Mana mashina ko'rishdi, mana maxsus katta mashinada chiqardik tomirini. Qiymatrovsi mana sanab olamiz. Qara. 1 Dastavkasi aka. 3 4 metr. 4 metrlik. Ko'rsa Dastavka. videodaqa 4 metrligi 3000 so'm qilib beramiz. Dastavka. Dastlabkasini rosa qilarmiz endi. Texnika o'zlaringda bor, ha? Yuk mashina ham sizniki. Ha, yuk mashina ham bor. Mana Damaslarimiz startda turibdi. Bo'ldi. Dastlabkalar. Xudo xolasa yaxshi gapiring, tekinga olib beraveramiz. Mana aka ikkinchi sortlari, mana ikkinchi sortlarini mana metrlab sanab beraman. Qancha bir Sortlar. 2,5 ming berasizmi? 2 3 Nechi bu? 2,5 mingdan ham tushib beraman. Zo'r. Murosa Ko'p bo'lgan, qilamiz. ha? Ha. Telefon qilsalaring bo'ldi, qadrdonlar. 1000 to'yganga bundancha maydaroq bor bonusi. Bonus, zo'r. Do'stlar, bugungi videomiz Farg'onaning quvvasidan Mana bo'lyapti. oliyga bor. Ko'chat olaman degan aka-uka opa-singillarimiz bu videoga bittadan like deb bosib qo'yinglar, mana. Mana aytgan bu birinchi sortini oliyga. Oliy, ha. Shuni ham mana oliyga. Mana oliyga keling. Shuni ham arzonroq qilib beramiz mana. Necha Mana shu ham 3000 so'mni jicha teparog'ida. Beravering aka 3 mingga ham bering. 3 Haqmi? mana 4, bunisi 4 chiqyapti. Bunisi oliyga. 3 mingga bering, ha, shundan. Beramiz 3000. Omon nimasini dastlabkasini murosa qilamiz. Tushunarli. O'rtada qilamiz. Bo'ldi aka. Mana. Uyda o'tirib telefon qilishaversin. Bobo dehqon akamizga bittadan like deb bosib qo'yinglar akalar. Manzilda aytdik, Farg'onaning quvvasidan kelaverasizlar. Mana magazinimiz. Manzilga tushunmaganlar telefon nomerini qolyapmiz pastda akamiz. Bemalol aloqaga chiqing. Biz magazinga qaraymiz, O'zlaringizga. qo'limiz tegmay teri sotgan kelaversa murosa qilamiz. Tushunarli. Dehqonchilik bu yil o'zimiz yetishtirdik. Videolarga bittadan chiroyli like deb bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.